shogirdi ustozidan o'tib ketsa, u haqiqiy zo'r ustoz deb o'ylayman. Birinchi narsa borda, men boshlaganimda kosmetologiyani menga hech kim yordam bermagan. Hayotda qiyinchiliklarni ko'p o'tganman. Kosmetologiya yo'nalish bo'ladi, o'z muammosini qanaqa yechish deb o'rganganman. Kerak bo'lsa, o'sha fillerni qo'limga qilib, antidot qilardim. Qancha dozirovka единицani bilaman. Misol uchun aytaylik. И когда menga kelishadi, ko'p maktablar, zo'r maktablar bor. Ularda ba'zi yaxshi bo'lishi mumkin. Meni farqim nimaga? Menda o'rganib chiqdi-yu, konveyer menda emasda, o'rganib chiqqandan keyin 5 yil bo'lsin, 10 yil bo'lsin, muammosi bo'lsin, individual tarzda menda o'rgangan bo'lsin, o'zimning shogirdlarim bor-ku, chet elda bo'lsin, Dubayda bo'lsin, Varshavada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Tojikistonda bo'lsin, Qozog'istonda bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, butun O'zbekistonimizda bo'lsin, muammo bo'lsa, menga telefon qilishadi. Agar o'zlari hal qilmasa, shunday mijozni olib kelib, shu yerda xonamda hal qilib beraman, yordam beraman. Men o'ylaymanki, har bitta ustoz shogirdini zo'r chiqarib bersa, shogirdi ustozidan o'tib ketsa, u haqiqiy zo'r ustoz deb o'ylayman.